Assalomu alaykum hurmatli YouTube ishqibozlarim, musofirda yurgan aka-ukalar, qadrli obunachilar. Mana bugun navbatdagi darvozamizni Toshkent viloyati Angren shahriga olib kelib o'rnatdik. Mana darvozamiz eniga 4 metr, bo'yiga 350 razmerga o'rnadi. Juda chiroyli chiqdi bu darvozamiz. Mana ikki qanotli qilindi, kalitka отдельный bas, kalitka ichida qilinib ikki qanotli qilindi. Juda chiroyli chiqdi bu darvozamiz. Bu darvozamiz eniga 4 metr, bo'yiga 350, 14 kvadrat bo'lsa, 1 kvadrat metrini 900 ming so'mdan, o'sha summasi 12 million 600 ming so'mga olib kelib o'rnatildi. Darvozamiz materiallari bilan tanishtirib o'tsak, stoykalari ikki o'yoni tagi shiviller bo'ldi. 10 ga 5 shiviller, ichidagi profillari 6 ga 4, 1,5 lik stenada, listlari 2 lik listda bo'ldi. 2 lik listda. Juda baquvvat, juda chiroyli holda o'rnadi. Mana ichidagi bo'lni gullar, chasbaklar ham 1,5 stenada bo'ldi. O'rtalariga mana ruchkasiga qora nejvinkadan qo'yildi. Tepalari lazer qilinib, darvozaxona sal yorug' turish uchun setka qilib berildi. Darvozamiz kraskalariga keladigan bo'lsak, kraskalari mokriy asfalt, o'sha devo kraskadan bo'ldi. Darvozamiz orqa holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Darvozamiz orqa holatlari, mana orqalari ham tekis bo'lib, juda chiroyli holatda o'rnadi. Mana zamonlar har doim o'rnatilgan zo'r zamon. Hurmatli aka-ukalar, kimga shunday darvozalar kerak bo'lsa, ekranimiz pastki qismiga nomerimizni qo'yib qo'yamiz. O'zbekiston bo'ylab dostavka ustanovka mavjud. Hamda kanalimizga yangi bo'lsalaring, obuna bo'lib, like tugmachasini bosishni unutmanglar. Obuna bo'lib olsalaring, keyingi qo'ygan videolarimiz sizlarga birinchida bo'lib yetib boradi. Xudo xohlasa, kraska sepish, o'rnatish jarayonlarini keyingi videolarimizda ham qo'yib borishga harakat qilamiz. O'zbekiston bo'ylab dostavka ustanovka mavjud. Bemalol murojaat qilishlaring mumkin. Xudo xohlasa, doim kuzatib boringlar. Salomat bo'linglar.